Maktab. Vatanning kelajagi shu yerdan boshlanadi. O'qituvchi o'rgatadi, o'quvchi o'rganadi. Ko'rinmas bu zanjir asosida inson bolasi komillik sari qadam bosaveradi. Bu dargohda yana bir inson borki, u o'quvchilarning ichki olamidagi ovozini eshitadi. Ularning qalbini tinglaydi. Har bir bolaning o'z olami bor. Bu olamning esa eshiklari. Ba'zi eshiklar ochiq, ba'zilari qulf. Fe'l-atvorlar turfa. Har bir o'quvchi alohida shaxs. Keling, bir zum qalb eshiklarini ochib, quloq tutaylik. Gapirmayman. Gapirsam hammasi ustimdan kuladi. Gapirishni yomon ko'raman. Shuning uchun maktabga kelgim kelmaydi. Uyda faqat men gap eshitaman. Ertalab tura olmasam ham, yomon baho olsam ham, sinfdagi bolalar jahlim chiqarsa, urishib ketaman. O'zlariday yaxshi gapirganga yaxshiman. Men har kuni yig'layapman. Lekin meni hech kim ko'rmayapti. Meni hech kim tushunmaydi ham. Hozir men bu kitobni o'qiyman. Ko'plar yolg'on gapirishadi. Doim aldashadi. Dadam uyga kelmaganlariga 16 kun bo'ldi. O'tgan safar kelganlarida har yakshanba kelaman deb va'da bergandilar. Endi hech kimga ishonmayman. Dadamni sog'indim. Maktab psixologi har bir o'quvchining dardini, hasratini eshitadi. U tinglovchi, u tahlilchi, u ustoz. U bolalarning ruhiy himoyachisi. U har kuni bolalarni kuzatadi, tashxis o'tkazadi, alohida suhbat qiladi. Ota-ona va ustoz bilan uchrashadi. Eng murakkab holatdagi bolalar bilan alohida ishlaydi. Bu kasb faqat bilim emas, mehr, sabr-bardosh, bag'rikenglikni talab qiladi. Bolalar bilan suhbat, ularni tinglash, qalbiga quloq solish, e'tibor va dalda berish bolalarning hayotda o'ziga ishonishi, o'zini anglashi, o'z o'rnini topishi va yengil nafas olishi uchun muhimdir. Bolalarning nigohlari va tabassumlaridan ular o'zligini topganini, o'ziga ishona boshlaganini, o'zlari uchun yangi olam eshiklarini ochganini anglash mumkin. Maktab psixologi hech kim ilg'amagan holda bolalarning hayotini o'zgartiruvchi insondir. Bugungi har bir o'quvchi ona vatanimiz kelajagi, biz barpo etishni istagan ertangi sog'lom jamiyatning asosidir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz ijobiy ta'sir ko'rsatgan har bir o'quvchi bu ta'sirni o'zgalarga yetkazadi va u ertaga insonlarni, jamiyatni yaxshilashga xizmat qiladi. Maktab psixologi bu ovozi sokin, ta'siri yuksak, inson qalbi eshiklarini ochuvchi sharafli kasb. Bir so'z bilan aytganda, maktabda qiladigan ishimiz hali bisyor. Eshik ochiq, kiravering.